Uyimdagi erkaklar hammang hammomga bir itday ishqalab cho'miltirib qo'yaychi. Qani erkak ullarim, qani? Ne uchun siz qaydan kelding? Sen qayga? Cho'milgani? Borindan ko'ra seningni cho'miltir. Men uni cho'miltirmayman. Dada, opam cho'miltirmasin, qo'li rosa qattiq. Opa emas, aka bola, tushundingmi? Cho'milaman. Beting qatib erkaklashmay o'rgur, yo'qol. Dada, menga ko'proq non to'g'rab bering. Bo'ldi Shahlobek, mana ustiga sho'rva keladi. Bosib ichib olinglar, xo'pmi? Endi tezroq ovqatlaning denglar, bo'lmasa svit o'chib qol. Deyishga ham ulgurmadim, ha? O'rataman. Dada, hayvonchalarni o'xshatib bering. Degani kelib qopti. Men emas, sen. Men pup qildim. Nima bu nashatinli spirtmi? Qaysi biringni ichingda it o'lgan? Eshikdan ochib svit o'lsa bang'illab ketadi. Rohat. Rohatim. Ayasa, ulomi o'lgan shikorik shahar. Ochini. Ha, dada. Ye, men ham mazam qocharkan demak. Voydat! Rohatim, bizni sevgimizga ko'z tegdi. Assalomu alaykum. Tez yordam chaqiruvmidinglar? Ye, onasini hepsi. Skoriymi? Ha, albatta. Seryoznimi? Dada gaplashib o'tirishingiz qarang, xotinim o'laman deyapti. Ye, onanglarga. Men ham shuni tushuntiryapman. Sizniki xotini bizniki o'tinmi? Kelavering, rohatimga qarab qo'yasiz. Shunaqa yaxshi ko'raman. Ki. Ikkalalari ham soppa-sog'. Homilador bo'ldim degani yotib olish kerak degani emas. Turib tirs ish qilish kerak. Bechara rohatim, seni bunaqa qiynalishingni bilganimda umuman bezovta qilmas ekanman. O'zim bilan o'zim ishlab yuraverar ekanman, rohat. Ha, endi sizni yoshingiz kattaroq, o'zingizni asrang, avaylang. Yosh kelin turganda siz ish qilasizmi? Bu onasini hepsin. Mana shu gaping mana bunday bo'ldi qizim. Seni qaddi qomating chiroyli desam, tarbiyang undan chiroyli ekan. Va kelinam yerdan chiqqan qo'zi qorimas. Yoshlik vaqti o'ynab, kulib tug'ib olish kerak. Qariganda armon bo'ladi. Voy, opa, yoshda ahamiyati bo'lganda qaynonam men bilan birga tug'masdi. Bir ham qo'rqitding rohatim, Seni ish qilmasin deb mazali barbeki burger dastavka qildim, juda tez keldi. Voy, bir ham yumshoq. Kela, taratga berib yuboring. Menga ish qilish mumkin emas-ku. Itga o'xshab irillaman, kelin, itmisiz? Endi oshirib yubordingiz, dada. Mana shu kalsoyingiz uyga kelib o'zgarib qoldingiz. Gulda keliniz bilmayapsiz, ha? Kalsoy deysanmi? Nima bo'lsa ham shu seni onang. Rohat kulik. Rohatoy, sen xotiningni meni ko'zim bilan qara. Kaktus tikan gul bo'lib yotibdi-yu. Bo'ldi, meni asabim polniy bo'ldi. Men ham rohatimni olib, it topmas joylarda asal olib kelaman. So'qoqqa olib boring. Voy, dod, so'qoqqa ham olib boraman, Amirsoyga ham olib boraman. Rosa zo'r bo'lsa kerak, qor ustida, chanalarda uchish, qani? Qora trekkerim o'zimda. Oldi tortadi, bular oldi tortadi. Usti bilan urishdim, darvar ustida. Hamsiyamiz Ismat bilan urishdim, yana suv ustida. Yanami? Ha, yana. O'zingizlar nerdan urishasizlar? Menga qara, ustini xotini bilan urishasanmi? Ismat xotini bilan urushasanmi? Yorib tashlayman. O'zi bilan ham urishaman kerak bo'lsa. Menga qara, o'zim seni trinovka qilib tayyorlantiraman, ertaga jang uyushtiramiz. Yur xotin. Bo'lmasa hozir trinovka qildiraman seni. Ertaga jang tashkillashtiramiz. Davay, turing, ketdik. Keqa xotin o'yga kirqani? Uydan nima qilamiz? Trinovka qilamiz. Uydan. Ha, hardan. Kirqani, kir o'rgataman o'zim. 1 to'g'ri ur qani, to'g'ri ur. Qanday? Kir, yana bitta. Trinovkada qiyin bo'lsa, jangda oson bo'ladi. Yur xotin. Xotin zo'r, davay, ko'tar. Ha, ishla, o'qirachi. Davay, xotin isi yoramiz. Yoramiz ular, yoramiz.
Assalomu alaykum qishloqdoshlar. Bugungi Samon Press ligamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Hamda davramiz to'riga ikki boyeslarimizni chaqiramiz. Qani? Qani? Kelinglar. Qo'rqmang, yanga, qo'rqmang. Bo'ldi, o'zingizlar bo'lsin. Endi jang boshlashdan oldin men sponsorlarimiz bilan tanishtirib o'tsam. O'zi bitta sponsorimiz bor, u ham chorak magazni. Yutgan odam 2 kilo kartoshka, 2 kilo piyoz, yana 5 litr yog'. Undan tashqari nokaut qilsa deyapti, 2 kilo go'sht ham qo'shib beraman dedilar. To'g'rimi, nima deysizlar shunga? Ma'qulmisizlar? Davaymi? Davay. Bo'lmasa jangni ochiq e'lon qilamiz. Qani? Boyeslarimiz hamma tayyormi? Siz tayyormi? Biz tayyor. Ha. Siz tayyormi? Ha, tayyormiz, ha, xotin. Boyeslarimizni jang maydoniga chorlaymiz. Qani? Qani kelinglar, kelinglar. Birinchi raund. Voy! Ha. Osmonda qushlar uchganda Voy, to'xtang yanga, to'xtang. To'xtang. Sochidan tortish yo'q, to'xtang yanga, birinchi raund tugat bo'ldi. Voy! yo'llarga Xotin yaxshimisan? Nima sochidan tortding? Yig'lasinda sochini. To'rkalari o'xshaydi. Emotsiyada bo'ladi. Normalmi xotin emas? Menga qara. Qo'rqmadan cho'kib ketyapti. Men suv ichasan. Oy, dadasi ko'zim achib ketdi. Press liga jangining kulminatsion nuqtasi. Ikkinchi raund. Fight! muhabbat yig'lama yoningda o'zim bo'laman yig'lama muhabbat yig'lama Birinchi o'rin sohibasi ustini qoldi. Xo'sh, Ismat aka, xotiningiz boshida zo'r urushib o'tirgan sochidan tortib, nimaga mag'lub bo'ldi? Xotin nimaga mag'lub bo'lding? Aldadim ana ustining xotini. Nima deyapti? Stoykada urushaman degandi.